Hammaga salom. Angliyada juda issiq. Bunaqa issiq. O'zbekistonda hatto 60 gradus bo'lsa ham chidasa bo'ladi-yu. Angliyada sal 25 dan oshsa, anaqa vlajность katta bo'lgani uchun juda ham issiq va chidab bo'lmaydigan darajada. Men ishdan endi keldim. Savol bermoqchiman sizlarga. Make-upimni yechamiz. Sizga dostupniy bo'lgan ma'lumotlarga binoan Alloh taoloning jinsi yo'q, u tug'ilmagan deb aytilgan, to'g'rimi? Lekin nimaga почти butun dunyoda Alloh taoloning jinsini ko'pincha erkagiga slogat qilishadi. O'zbek tilida mayli u deb aytamiz, unga murojaat qilmoqchi bo'lsak, lekin rus tilida masalan on deyiladi, bog, это он, yoki ingliz tilida he deb aytiladi, u mужской roddagi u degani ingliz tilida. O'zbek tilida mayli uni u deb aytamiz, bizga vopros yo'q. Lekin o'sha butun почти jinsiga qarab o'zgaradigan so'zlarni ishlatadigan davlatlarda Alloh taologa erkak zotiga ishlatiladigan o'zbek tilida nima bo'ladi? Shu so'z pronouns. He yoki on deb ishlatiladi. Nega unaqa? Hatto rus tilini ham ozgina tushuntirsa bo'ladi. Rus tilida любой undosh bilan tugaydigan so'zlarga mужской rod ishlatiladi. On ana agar unli bo'lsa, a bilan ayol bilan tugasa, oxiri u bilan yo boshqa so'zlar bilan ana, ya'ni ayol jinsiga nisbatan taalluqli bo'lgan so'zlar deb hisoblanadi. Lekin ingliz tilida ko'pincha informatsiyalarda berilishi bo'yicha Alloh taolo haqida gapirilganda uni he deb aytiladi. 7 yoshli qizim so'radi, agar Alloh taoloning jinsi bo'lmasa, uni qanaqa tug'ilganini hech kimga ayon bo'lmasa, erkakmi ayolligini bilmasang, nega uni he deb aytasan menga dedi. Shunda o'ylanib qoldim. O'shandan beri qizimning gapidan keyin he deyman, na boshqa jinsga taalluqli so'z ishlataman, faqat Alloh deb aytaman. Ya'ni qizim bilan men inglizcha gaplashaman va unga God ili Alloh deb aytaman. U deyishadi. Butun dunyoda почти o'sha necha yil bo'lgan bo'lsa, даже filmlarda Alloh taologa taalluqli ssenalarda ko'pincha erkak kishini qo'yishadi. Erkak kishi tovushi bilan o'sha informatsiyani yo o'sha olmoqchi bo'lgan narsalarni uzatiladi. Nega unaqa? Men hatto bilaman, menimcha bu seksizm o'sha paytdan, o'sha g'or paytda odamzod yaralgandan beri erkak kishi o'zini ayoldan ustun qo'yganligi uchunmi, yo uni ko'proq haqqi bo'lgani uchunmi, yo ayol kishi erkak kishini qo'rqasdan yasalgan bo'lgani uchun o'sha panyatkalar bilan balki erkak jinsiga Alloh taolani ko'pincha yoyishadi. Lekin menga qiziq bo'ldi. Kimda qanaqa fikr yozinglar. Negativ uchun so'rayotgan yo chin dildan na shirk keltirish maqsadida, na behurmatsizlik qilish maqsadida ko'p kelayotgan kommentariyalar juda ham qo'pol, juda ham bir so'kish ishlatasizlarmi, bir negativ ishlatasizlarmi? Odamlar uspokoyitsa qilinglar. Bu narsani Alloh taolo bergan ekanmi, o'shani ishlatib savollarimga javob qidiryapman. Hech kimni haqorat qilish niyatim yo'q, hech kimni yerga urish niyatim yo'q. Prosta sizlar bilan bo'lishib, sizlarning fikringizni bilmoqchiman. Xullas, adekvatniy javob beringlar, iltimos.